Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi video darsimizda sizlar bilan 10-juft bosh miya nervi, ya'ni nervus vagusning anatomiyasini birgalikda o'rganamiz. Xo'p, nervus vagus, ya'ni adashgan nervning o'zaklari 3 xil o'zagi mavjud, buning ham va uning o'zaklari uzunchoq miyada joylashgan. Demak, o'rta miya, ko'prik hamda uzunchoq miya. Uzunchoq miyada joylashgan 3 xil o'zagi mavjud. Uning birinchi o'zagi, demak, parasimpatik o'zagi, bu nucleus dorsalis nervus vagus hisoblanadi va uning demak sezuvchi o'zagi bu nucleus tractus solitarius va harakatlantiruvchi o'zagi 9-10 bosh miya nervlari uchun umumiy bo'lgan nucleus ambiguus o'zagi hisoblanadi. Bu o'zakdan tolalar bosh miyaning, demak, allivaning, miya ustunining allivaning orqasidagi egatidan bir qancha ildizlar hosil qilib chiqadi. Demak, sulcus posterolateralisdan chiqar ekan. Harakatlantiruvchi, sezuvchi hamda parasimpatik tolalar allivaning orqasidagi egatdan chiqadi hamda demak, bo'yinturuq teshigiga tomon yo'naladi. Bo'yinturuq teshigidan chiqayotgan payti parasimpatik shunday o'tib ketadi, harakatlantiruvchi ham o'tib ketadi. Uning sezuvchi tarmoqlari, demak, teshik sohasida va undan chiqqandan so'ng yuqorigi va pastki ganglionlarni hosil qiladi. Demak, ganglion superior hamda ganglion inferiorlarni hosil qiladi. Va bu demak, ganglionlar ko'rib turganingizdek sezuvchi nervlarning tanalaridan tashkil topgan hisoblanadi. Va demak, foramen yugulardan chiqqandan so'ng nervus vagus ichki bo'yinturuq venasi hamda ichki uyqu arteriyasining orasidan pastga tomon yo'naladi va ko'krakning yuqorigi aperturasidan ko'krak bo'shlig'iga kirib oladi va ikkita tomondagi nervus vagus ikki xil oraliqdan yo'naladi. Ya'ni o'ng tomondagi nervus vagus umrovosita arteriyasi va venasi orasidan, chap tomondagi nervus vagus esa demak, umrovosita arteriyasi va umumiyuqu arteriyasi orasidan pastga tomon yo'nalib keladi. Va ular, demak, o'pka ildizi sohasiga kelganda o'pka ildizini orqa tomondan aylanib o'tib, qizil'o'ngachning ikki yon tomondan pastga yo'naladi. Pastga yo'nalayotgan paytida embrional davrda qizil'o'ngachning buralishi kuzatilganda, nervus vagus ham o'shanga xos holda buraladi. Ya'ni qizil'o'ngachning o'ng tomonidagi nervus vagus qizil'o'ngachning orqa tomoniga o'tib oladi, qizil'o'ngachning chap tomonidagisi esa oldingi tomoniga o'tib oladi va qizil'o'ngach chigalini hosil qiladi, tarmoqlar berib, hamda pastga tomon tushayotganda nervus vagusning oldingi hamda orqa poyalari bo'lib, oshqozonning oldingi va orqa tomonlariga tushib oladi. Va biz o'rganamiz nervus vagusning bir qancha tarmoqlarini bir qancha qismlarga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni uning kalla qismidan, bo'yin qismidan, ko'krak qismidan hamda qorin qismidan chiquvchi tarmoqlarga bo'lib o'rganamiz. E'tibor qilamiz, kalla qismidan chiquvchi tarmoqlar ikkita va ular faqatgina sezuvchi tolalardan tashkil topgan. Ya'ni birinchisi, demak, ramus meningeus tarmog'i. Ramus meningeus tarmog'i bu bosh miyaning orqa kalla chuqurchasidagi qattiq pardaga hamda sinus transversus va sinus occipitalis sinuslarini innervatsiya qilishga boradi. Xo'p, ikkinchi tarmoq esa ramus auricularis tarmog'i hisoblanadi. U demak, kalla suyagidan chiqib, tashqi eshituv yo'lining orqa devorini hamda quloq suprasining orqa devori tersini innervatsiya qiladi va bu ikkita tarmoq ham yuqorigi tugundan so'ng ajralib chiqadi, ya'ni ganglion superiordan ajralib chiqadi. Ikkinchi, ya'ni bu demak, kalla tarmoqlari bo'ldi. Kalla qismidagi. Endi esa bo'yin qismidagi tarmoqlar bilan tanishamiz. Demak, nervus vagusning bo'yin qismidan chiquvchi tarmoqlari bir qancha tarmoqlar chiqaradi. Xo'p, demak, ulardan birinchisi ramus pharyngealis tarmog'i hisoblanadi, ya'ni halqum tarmog'i. Halqum tarmog'i demak, sezuvchi, harakatlantiruvchi hamda parasimpatik tolalardan tashkil topadi va bu 9-nerv
va simpatik tolalar bilan birga qo'shilib halqum chigalini hosil qilishda ishtirok etadi va bu nerv halqumning shilliq qavatini, halqumning siquvchi mushaklarini hamda yumshoq tanglayning mushaklarini innervatsiya qiladi, faqatgina musculus tensor veli palatinadan tashqari. Keyingi tarmog'i esa bu demak ramus laryngeus superior tarmog'i, ya'ni hiqildoqning yuqorgi nervi tarmog'i. Hiqildoqning yuqorgi nervi o'zi ikkita qismdan tashkil topgan, ya'ni ramus externus hamda ramus internus shoxlardan tashkil topadi, tashqi va ichki shoxlar. Ramus externus qismi bu hiqildoqning uzuksimon qalqonsimon mushagini innervatsiya qiladi. Ramus internus tarmog'i esa hiqildoqning ovoz tirqishdan yuqorgi qismi shilliq qavatini hamda tilning ildizini sezgisini innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Xo'p, endi keyingi tarmog'iga keladigan bo'lsak, bu demak bo'yin qismidan yurakka yo'naluvchi tarmoq hisoblanadi. Bo'yin qismidan demak yurakka yo'naluvchi tarmoq hisoblanadi. Demak, bu yerda qizilda chiza qolay. Bu yerda yurak joylashgan bo'lsa, bo'yin qismidan yurakka yo'naluvchi tarmoq, ya'ni ramus cardiaca cervicalis yuqoriga yurakka yo'naluvchi tarmoq superior hisoblanadi. Ramus cardiaca cervicalis superior hisoblanadi. Xo'p, keyingi tarmog'i esa ramus laryngeus recurrens tarmog'i. Ramus laryngeus recurrens demak o'ng va chap tomonda, demak chap tomonda aorta yoyini aylanib yuqoriga ko'tariladi, o'ng tomonda esa o'mrov osti arteriyasini aylanib yuqoriga ko'tariladigan tarmoq hisoblanadi va yuqoriga ko'tarilib ketayotgan paytida bu tarmoqdan bir qancha tarmoqlar chiqaradi. O'z yo'lida demak yurakka tarmoqlar beradi. Yurakdan demak bo'yindan yurakka boruvchi pastki tarmoqni beradi. Ramus cardiaca cervicalis inferior tarmog'ini beradi va demak qizilo'ngachga tarmoq beradi. Ramus esophagealis tarmog'ini beradi hamda traxeaga tarmoq beradi. Xo'p. Ramus trachealis tarmog'ini beradi. Demak, traxeaga hamda qizilo'ngachga va yurakka tarmoq berar ekan. Ramus laryngeus recurrens va o'zi ko'tarilib ketayotgan paytda demak ramus laryngeus inferiorni hosil qiladi, ya'ni hiqildoqning pastki tarmog'ini hosil qiladi va hiqildoqning pastki tarmog'i hiqildoqdagi ovoz boylamidan pastdagi qismni hamda hiqildoq mushaklarini barchasini innervatsiya qiladi, faqatgina uzuksimon qalqonsimon mushakdan tashqari. Demak, bu bizda nervus vagusning bo'yin qismidan ajraladigan tarmoqlari edi. Bosh va bo'yin. Endi esa demak ko'krak qismida ajraluvchi tarmoqlarga keldik. Ko'krak aperturasidan kirgandan so'ng ko'krak qismida nervus vagusning quyidagi tarmoqlari ajraladi. Ya'ni nervus vagusning birinchi tarmog'i bu yurakka boruvchi tarmoq. Ramus cardiaca thoracic hisoblanadi, ya'ni ko'krakdan yurakka boruvchi tarmoq. Ramus cardiaca thoracic bo'yindan chiquvchi, yurakka boruvchi yuqorgi pastki tarmoqlar bilan birgalikda yurak chigalini, plexus cardiacani hosil qilishda ishtirok etadi va demak ko'krak qismidan bronxlarga boruvchi tarmoq chiqadi, ramus bronchialis tarmog'i chiqadi. Ramus bronchialis simpatik tolalar bilan birga plexus pulmonalis hosil qilishda ishtirok etadi, o'pka chigalini hosil qilishda ishtirok etadi. Va demak truncus vagalis anterior posterior hosil bo'lishidan oldin bizda qizilo'ngach chigali plexus esophagealis hosil bo'ladi ko'krak qismida va plexus esophagealisdan bizda ramus esophagealislar chiqadi, ya'ni qizilo'ngachning oldingi va orqa tomonini innervatsiya qilishda ishtirok etadigan. Hamda demak bu tarmoqlar bizda ko'krak tarmoqlari edi.
va nervus vagus qorin qismiga kirib keladi. Qorin qismida nervus vagusning demak oldingi truncus vagalis anterior, orqa truncus vagalis posterior tarmoqlari bor edi. Truncus vagalis anterior demak oshqozonning oldingi yuzasiga hamda jigarga tarmoqlar beradi. U oshqozonning oldingi yuzasidan keladi. Demak oshqozonning oldingi yuzasiga tarmoqlar beradi va shu bilan birgalikda truncus vagalis anterior demak jigarga tarmoqlar beradi. Truncus vagalis posterior esa oshqozonning orqa tomonidan yo'nalib kelardi. U oshqozonning orqa tarmoqlarini hamda ramus celiaca, ya'ni qorin tarmoqlarini beradi. Ramus celiaca esa plexus celiacani hosil qiladi. Bu quyosh chigali. Plexus celiaca demak nervus vagusdan keladigan parasimpatik tolalar hamda demak simpatik tolalarni birga qo'shilishdan hosil bo'ladi va bu plexusdan demak ichki organlarga tarmoqlar ketadi. Demak oshqozon osti beziga, jigarga, buyraklarga va ichaklarga o'zini tarmoqlarini beradi. 12 barmoqli ichakka hamda ingichka ichak va yo'g'on ichakni chap bukilmasigacha bo'lgan joygacha bo'lgan qismga. Ya'ni bu yerda yo'g'on ichak deb oladigan bo'lsak, uni orasida ingichka ichaklar joylashgan edi. Aynan shu qismiga tarmoqlar beradi. Aynan shu qismiga. Demak, chap bukilmagacha bo'lgan qismda o'ng bukilmasini yarmini innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Qolgan qismi esa parasimpatik tugunlardan kelgan tolalar innervatsiya qiladi ichaklarning qolgan qismini. Demak, bizda bu nervus vagusning anatomiyasi edi. Agarda video darsligimiz sizga yoqqan bo'lsa, bizga like bosing hamda obuna bo'lib qo'yishni unutmang.